Uzoq yil qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga ojizalarda urg'och qo'ylar so'ragan aka-ukalar mana pachka chiqib keldi, mashallah. Hammasini dumba razillari o'ta ham sifatli, suyaklari baquvvatlardan. Qo'shqo'rlar ancha kuchli. Ichida poti zuhralari ham bor-da. Alloh berib qolsa, ikkitadan tug'ib bersa bonusi bor, xudo xolasa. Egizagi bor poti zuhralari. Qanchadan qilamiz? Avgust sentyabr oyiga qotsa 2027-yilga akalar bolasini oldiga quchoqlaydi 2027-yilga akalar. 24 tasi bir donadan tuganda 48 ta bo'ladi inshaalloh akalar. Agar bu egizdan tug'sa akalar 24 o'zi 72 ta bo'ladi 2027-yil. Mana sizga birimda 2 qilaman, dalalichi 5 so'tik 10 so'tik bekor jeyim turib degan aka-ukalarimizga urg'och qo'ydi, sultonlarda. Obunachilarimiz 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Obunachilar 2 million 800 ming so'm. Nima deyapti akalar? Faqat pachka emas, 5 ta, 4 ta, 3 ta olaman urg'och qo'y desangiz ham aloqa chiqing. Mana siz kutgan urg'och qo'ylarni narxi akalar sinsasan uzunliklariga, suyagi, oyog'i, kastaklariga bir qo'r e'tibor bering. Buni zot deb olib turib narxini balandlatmaymiz. Ha. Ana shu go'shini ustiga chiqib qolsa bo'ldi. Ha, bu zotga desam 1150 ming. Ya, unaqa narx yo'q do'st. Men qarang, el qancha bersa taroziga ham qo'yib beraverasizmi? Qo'yib ham berilar taroziga. Taroziga el bergan narxda beraveradi. El bergan narxda berilaveradi. Hurmatli obunachi, mana taroziga olasizmi, oyoq bo'y olasizmi? Xohlaganingizni oling. Mana akalar, buni garib bo'lsa uzunligini ko'ring. Aka qo'chqordi. Sinsasiz akalar. $200 nereveriga shu qo'y arzimaydimi akalar? Aloqa chiqsa soni ham 7 dona. Birinchilardan ustiga tiqib oling akalar. 4 donasi qo'chqor, 3 dona sog'liq. O'zidan ko'paytiraman degan aka-ukalarimizga bitta otangga rahmat, bitta like tugmasini bosib qo'ying akalar. Zamin.uz kanali obunachilari uchun bugun kanalda yangiman. Xudo xolasa manfaatli 4-5 partiya ma'noli chotki videolarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa bugun sizlarga qo'chqorlarning udari, sog'liqlari suluvi, arashan, to'ybob, naslga urug'bob qo'chqorlarni qo'yib beraman. Xudo xolasa 2 million 800 mingdan darim narxdagi qo'z qo'chqorlarni ham qo'yib beraman. 2 million 800 mingdan. 2 million 800 mingdan. Xudo xolasa vobshe zo'r. Sizlar obunachilaringiz uchun maxsus bo'ladi. Gap yo'q. Bitta like bossizmi endi? Bitta like bosish, kommentariy yozish, podpiska birinchi o'rinda. Bosib qo'yinglar, xudo xolasa ma'noli manfaat bo'ladi. Hurmatli obunachilar, podpiskani bosib, qo'ng'iroqcha chiqib ustiga bosib, birinchisiga o'tkazib qo'ysalar, shu video sizlarga birinchilardan yetib boradi. Zamin.uzning ashaddiy kuzatuvchilari, chorva ishqibozlar, hurmatli aka-ukalar. Akalar bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida yana bir savdogar oshnamiz qo'y fermasiga kelamiz inshaalloh. Akalar bugun bu yerda 3-4 partiya ma'noli mazmun o'ta ham chiroyli Qirg'iziston 5 kek toza qoli arashan qo'chqorlari, barra, to'qli sog'liqlarim chiqib keladi. Video boshida like tugmasini bosib, Zamin.uzni kuzatishda davom etib, buni to'liq ma'lumotini siz obunachilar uchun qo'ldan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz. Video boshida bitta like tugmasini bosib, Zamin.uzga obuna bo'lish esdan chiqing. Unda biz videolarda boshladik. Ustimazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum do'stim. Salomat yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Alhamdulillah. Damni yetarlicha oldik. Xudo xolasa endi bu yog'iga obunachilar uchun, xudo xolasa kuzatuvchilar uchun bomba ishlaymiz, xudo xolasa. Oshna kanalda yangisiz? Kanalda yangimiz. Narxini yengil qilib bersangiz, xursand bo'lishadi. Xudo xolasa do'stim bor. Chiqarar ekan Doniyorxon deysiz. Xudo xolasa sizni platformangizga kirib meni qidirishadi. Gap yo'q. Xudo xolasa ma'noli, mazmunli, chotki qo'ylar, chotki video bo'ladi. Birinchi o'rinda narx, keyin obuna, keyin like bizda. Bizdan narx emas, xudo xolasa bor-ku, siz obunachilar xursand bo'lib, baraka topishsa bo'ldi. Biz o'sha xursandchiligimiz. Bo'ladi. Vaqt ko'p olmaymiz. 4 partiya, 5 partiya bor ekan, hurmatli obunachilar. Birinchi partiyamizga hammasi qo'chqor oshna bo'ladi. Bari qo'chqor. 15 ta qo'chqor. Hurmatli obunachilar, o'ta ham suyakli variantidan ekan, hozir ham bir kasa nerveri yemini yengil ko'taradigan holatga yetib keldi ekan. Ammo bo'yi o'ta suyakli ekanmi? Bular soni 15 ta. Yosh oila necha oylikka beradi? Yosh oilaga oldi 6 oylik bo'ldi. O'rtasi 5 oy, 5-6 oyga olishaveradi. 6 oylikka desak bo'ladi ekan. Xudo xolasa. Obunachilar badani zo'r, suyakli variantidan ekan. Mana jonivor uzunligini belamur bo'lib ketibdi, hurmatli obunachilar. Oshna, bular bo'yni 70-75 ga 70-75 ga olishaveradi. Bo'lishi mumkin. Mana hurmatli obunachilar, to'qli qo'chqor uchun olaman degan aka-ukalarimizga to'qliga o'tib qolgan. Narx sinsasi 200 ming, 300 ming so'm arzon qilib beraman. Labiz deb chaqirdilar. Inshaalloh Allohga yetib keldik. Qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan olishlari mumkin. Qo'ldan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Yengil charchov bor, issiq, kallasini yeyib turibdi. Ammo qo'chqorlarda sifat darajasi o'ta ham o'tkir qora kashtallardan ekan. Do'stim soni 15 ta.
Son 15'te. 5-6 oylar 5-6 oylar atrofida. 70-75. 70-75. Bo'ldi, 15 tasini bir savdosi obunachilarga qanchadan qilib berasiz ayting. Do'stim, Ularga summasini ayting. video davomida aytildi, bozorda arzon bo'ladi deydi. Ha. Xudo xolasa Saroyda bozorda arzon bo'ladi. Qanchadan qilamiz ayting. Ana bismillah. Bozorda do'stim buni 4 million 100 ham sotishyapti. Lekin bizda o'zingiz bilasiz Saroyda Xudo xolasa buni narxini 38 ham yo'q narx. Ha. 37 ham yo'q. 37 ham yo'q. 37 ham yo'q. Barakasi, qanchadan qilamiz? Siz obunachilaringiz uchun 3 million 600 ming so'mdan Xudo xolasa uylariga tushiriladi. Ha, 3 million 600 bo'lmaydi. 3 million 600 qimmat aytyapsiz. 3 million 600 to'g'risi qimmat. Hozir qimmat. Bozorda narxini aytib qo'yapti, oshna. Va do'stim buni olishaveradi. O'ta ham chiroylardan ekan, Xudo xolasa. Ammo chiqib kelishi 3 million 600 ming aytilishi, ammo chiroyli aytilyapti ekan. Qani bundan bu yoq qanchadan bo'lar ekan, hurmatli obunachilar? Endi video boshida aytib o'tay. Narxini hali kelishgan joyimiz yo'q. Endi zaminimiz tavsiya qiladi. Chunki hozirda o'zi narx sensasiyasi yaxshi, suyakli, hammasi badalli qo'y. Oshna 15 ta ekan. 15 ta. Shu qanchadan qilamiz ayting. 3 million 600 mingdan. Yo, 3 million 600 ming, 3,5 million. Do'stim, va'da qildi 2 million 800 ming so'mdan qo'zlar chiqarib beraman. Qo'chqorlarni chiqarib beraman. 2 million 800 dan. 2 million 800 dan. Dastlabki ham ichida. Dastlabki ham ichida o'ylanishmasin. Buni qanchadan qilamiz ayting. 3 million 600 mingdan xursand bo'lishadi. Yo, 3 million, 3,5 milliondan qo'yaman. Xo'p, 3,5 million so'mdan, o'rtoq. Ammo qo'chqorlar, hurmatli obunachilar, endi tavsiya qilsa arzuradigan, yemni ko'taraveradigan, eng glavnisi o'limdan chiqqan suyagini rostmana buzib bo'lgan, hurmatli obunachilar. Uzunliklariga kalta kurta qo'ylar emas. O'rtam bunday qilib 15 taga soni, eshiting. 3,5 million telefon qilsa baraka desa, men donalabga plyus minusi bor. Bir joyga bering, dastlabkasi ichida Samarqandgacha. Kanalda yangimiz. Xudo xolasa aytyapti, platformada o'rin topaman. Ayniqsa Zamin yuzda. Mayli, Zamin yuz obunachilardan shunga like bosib telefon qilishsin, podpiska urdim deysin. 3 million 500 mingdan uylarga tushib boradi. Mana o'g'il bolaning gapi, mashallah. Gap bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, narx sensasiya bo'ldi. Mana akalar 3 million 500 ming so'm. Dalnimami sotilayotgan narx 3 million 800 ming oldi, 4 million sotilayotgan qo'chqorda narx akalar 3 million 500 ming so'mdan realni arzon bo'ldi akalar. Shaytiga otangga rahmat, Doniyorxon deb qo'y. Biz uchun bitta like tugmasini bosib qo'y aka. Bu bakalashga qo'ymas, hurmatli obunachilar. Hammasi suyakli variant. Bunday razlarga ham e'tibor bering-da mana. Soni 15 dona. Xohlang 10 ta zo'rini oling. Kelishilgan savdosini yetkazib beringlar. Xohlang bitta oling. Faqat 15 ta olish shart emas akalar. Buni jonivor bunday razlarga e'tibor bering. Hammasi chot keladi. O'rta donalabga ham savdosi bor-a buni? Donalayapti, yarimta degan narsa yo'q. Ikki kishi yarimtadan bitta olmaydimi? Xudo xolasa yetkazamiz. Telefon qilsa savdosini yetkazamiz. Bir dona ikki yetkazamiz. donasi ham savdosi bor ekan, hurmatli obunachilar. Faqat pachka emas. Akalar, ko'ringlar, 15 ta kimgadir avvalo narxi sifat yo'qsa, xarid qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmat va yetkazib beriladi akalar. Bu birinchi partiya. Biz ikkinchi partiyalarni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, uzoq yil qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga ojizalarda urg'och qo'ylar so'ragan aka-ukalar mana pachka chiqib keldi, mashallah. Hammasini dumba razillari o'ta ham sifatli, suyaklari baquvvatlardan son nechta oshna bo'lardi? Soni 24 ta jo'ra. 24 ta, hammasi urg'ochi. Hammasi urg'och suluvlaridan Xudo xolasa. Avgust sentyabr oyiga qotsa 2027-yilga akalar bolasini oldiga quchoqlaydi 2027-yilga akalar. 24 tasi bir donadan tuganda 48 ta bo'ladi inshaalloh akalar. Agar bu egizdan tug'sa akalar 24 o'zi 72 ta bo'ladi 2027-yil. Mana sizga birimda 2 qilaman, dalalaji 5 sotik 10 sotik bekor joyin turib degan aka-ukalarimizga urg'och qo'ydi, sultonlardan, toza qonlardan akalar. Ammo hammasi baquvvatlardan ekan. Shuna bo'ladi, yoshlarga kattaroq ishlar qo'chqorlardan baquvvat. Qo'chqorlardan baquvvat, sog'liq baquvvat. Lekin yosh oilaga 5 oylik atrofida. 5 oylik. Bo'ylarichi? Bo'ylari 70-75 santimetr oshna bu. 70 ga bo'laveradimi? Bo'ladi, 70 ga olsin. Bu soat sayin o'sadigan narsa. Hurmatli obunachilar, yosh oilaga 5 oylik atrofida bo'ylari 70 santimetrga. Ammo hammasi tikka dumbalarda. O'ta ham kashtallarning badani zo'r ekan. Ammo sog'lig'ingiz bor-ku, sog'lig'ingiz qo'chqor damini chirib qo'ydi. To'g'ri ham dam berib qo'yadi. Sog'liqni sifat darajasi o'ta ham o'tkir ekan, hurmatli obunachilar. Eminni zaminni tavsiya qiladi. Mana oling. Aloqa chiqqan 24 dona pachka 5 donasimi 10 tami qo'y qilib olaman hoji akalarimizga tavsiya qilib qo'yamiz. Doniyorxon otangga rahmat. Biz uchun bitta like tugmasini bosib qo'y aka. Bundan keyincha ma'lumotini berishga harakat qilamiz. O'rta qanchadan qilamiz ayting buni? Oshna 24 tangiz, 24 tani bir joyga bo'ladigan bo'lsa, ko'rdingiz qo'chqorlar ancha kuchli. Ichida poti zuhralari ham bor-da. Alloh berib qolsa, ikkitadan tug'ib bersa bonusi bor, xudo xolasa. Egizagi bor poti zuhralari. Qanchadan qilamiz? Xudo xolasa buni narxini
Oshna kuchliligini ko'ribsiz. 3 million 800 ming so'm bir joyga bo'lsa. Ha, endi gap. Oshna sog'liq baribir, to'g'ri kuchlilik. Sog'liq kuchli ko'ryapsiz. Baribir narx sog'liq arzon yurish kerak. To'g'ri qabul qiling. U 3 million 800 unaqa bozorda senasini aytyapsiz. Ammo hurmatli obunachilar, badani zo'r ekan, hamma standart, o'ta ham baquvvatlardan ekan. Endi tavsiya qilamiz akalar. İmkoniyatingiz yetsa oling. Birimda 2 qiladigan aka-ukalarimizga ko'paysinlar. Oshna bo'lar savdosini qiling. Kanalga arzonchim ta'minlamandim. 3 million 700 mingdan bir joydan olishni. Undan savdo bo'lmaydi. Tushung, u bo'lmaydi. To'g'ri. Past tortib ketib qoladi jo'ra. Ha, men deyta, meni ham endi o'rtada yomon ko'rsatib qo'ymang. Oshna to'g'ri qabul qiling. Maza qilishadi, yomon ko'rishmaydi, maza qilib zo'r qo'yib chiqaradi deyshadi. Tushung, bo'lariga tushung. O 37 dan yaxshi narx, 37 dan yaxshi narx. Tushung, yo'q, unaqa qo'ya olmayman. Jo'ra, oxirgi narxda aytaman. Ma'qul kelsa obunachilar ma'qul qiladi. Bitta narx aytib so'ramaydi, ha. Bitani qaytib so'ralmaydi. 3,5 million so'mdan bir joyga oldi. 3,5 million ham bo'lmaydi, tushib berasiz. Jo'ra, undan oyoq o'tadigan qolmadi, holatni ko'rib turibsiz. Qo'chqaga damini beradi. Yo, ziyon qilasizmi hozir? Endi pastni, endi holatini yozib, pastdagilar qolib ketadi. Pasti bo'lsa, pastini ham Alloh taolo oldirdim, sottiradi-da. 34 dan beraman, qo'lni bering. Ha, ko'karim ham 34 dan beriladi. Endi jo'ra holatini ko'rib turibsiz-ku. 3 million 400 mingdan bir joyga telefon qilib, "Doniyorxon barakat edi 24 dan 1 so'm tushib bermang." O'shanda arzon bo'ladi. Martga martim 10 mingda topaman deyapsizmi? Martga martman obunachilar uchun. Barakasi 3 million 400 ming so'mdan uylariga tushib boradi. Hurmatli obunachilar, 3 million 400 ming so'mdan akalar, realni narx 200 ming, 300 ming so'm arzon chishdagilar. Mana oladigan paytimiz keldi akalar. Akalar gilos pishdi, narx tushdiganda akalar mana narx sensasiya. 3 million 400 ming so'mdan eminni savdogar dehqon aka-ukalarimiz hammalariga tavsiya qilamiz akalar. Bu kichkina narsa emas, bir suyagiga e'tibor bering akalar. Hammasi baquvvat, tikka dumba, toza qolib, bir cho'pon bir qo'ton akalar. Zoti aynimaga hammasi hisorini toza qolliklardan. Xudo xolasa akalar, birimda 2 qilaman degan hoji akalarimiz, hojanalarimizga musofirda aka-ukalarimiz hammalariga tavsiya qilamiz. 3 million 400 ming so'mdan akalar narx zo'r chiqdi. Ishaning bozor sistemasi narx bo'yicha ham 200 ming so'm, 300 ming so'm yengil chiqdi, 50 ming, 100 ming emas. Eminni, nima deyman? Tavsiya qilamiz. Aloqa chiqin soni 24 dona. Donalabga ham savdosi bo'raverishna bo'lardi. Donalabga ham telefon qilsin. Masalaga ish bitadi. Gap yo'q, otangizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, faqat pachka emas, 5 ta, 4 ta, 3 ta olaman, irg'och qo'y desangiz ham aloqa chiqing. Mana siz kutgan irg'och qo'ylarni narx akalar, sensasiya uzunliklariga, suyagi, oyog'i, kastaklariga bir ko'r e'tibor bering. Tukka dumba akalar, biror dona shalpi dumbasiga hurmatli obunachilar. Ko'p maqtayapti demang. Narxi ham realni arzon chiqqani uchun eminni jon kuydirib yurakdan aytyapman. To'g'ri qabul qilib, to'g'ri tushungan umidasiz akalar. Bu ikkinchi partiya, biz 3-partiyamizga siz kutgan. Qanchadan qo'yamiz? Obunachilar 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Obunachilar 2 million 800 ming so'm nima deyapti akalar? Ulgurib oling, birinchilardan ulgurib oling akalar. Soni ham cheklangan, ko'p emas 2 million 800 ming akalar. Bu urg'ach qo'ylarimizdagi soni 24 ta 3 million 400 mingdan biz 2 million 800 minglab chiqamiz akalar. Qadrli obunachilar, 3-partiyamizga siz kutgan 3 millionda pastda chiqadi keladigan 2 million 800 ming so'mdan akalar yirik qora kashdan bir dona shokolad sveti bor. Oshna bular qo'chqormi? 4 ta qo'chqari bor, 3 ta so'liq. 4 ta qo'chqor. Mashallah, bu simjunini ko'ring, hurmatli obunachilar. Hammasi baquvvat ekan. O'ta ham tinolarni. Oshna bularni qanchadan qo'yamiz ayting endi. Bularni Ha. Kanalda boshida aytdim, gapirgan gap otilgan o. Yana var 3,5 4 oylik bo'lyapti. 3,5 oylik bo'lyapti. 3 oylikka olsin. 3 oylikka. 3 oylikka. Endi bab cho'pon deb aytasiz. Bo'ylari-chi? Bo'ylari 65 60 65. 60-65 ga beriladi. Bu narxini qancha qilamiz? Do'stim, aytilgan gap otilgan o'q oshdi. 3 million deb sotilishyapti-da. 2 million 800 ming so'mdan dedim, Lavrus ketdi 2 million 800 mingdan. Telefon qilsin, ish bitsin, baraka deyishsa bo'ldi. Toshkentgacha dastlabki qilib berasiz. Toshkentga dastlabkasi bor. Barakasi, ammo voqeaga ham qilib berasiz, kelishilgan holatda. Hurmatli obunachilar, 2 million 800 ming so'mdan yeminni, zamini tavsiya qiladi akalar. Soni 7 dona, 4 7 ta soni. 7 ta. 7 dan bir Qizirding akalar, shu qo'chqorni so'g'li bilmam, shu eminni akalar 3 million so'mdan kamiga qo'ygani yo'q akalar. Sizga 2 million 800 ming so'mdan realni narxi zo'r oldi akalar. Soni ham 7 dona. O'rta donalabga ham savdosi bor hozir. Donalabga ham savdosi bor. Donalabga ham savdosi bor. Obunachilar bunini
Qondilar e'tibor bering akalar. To'g'risi bu 2 oylik bakalashga deb qo'ymas-da akalar. 2 million 800 ming so'm. 200 dollar nere berda tushyapti. 200 dollarga akalar tug'ilgani beryapti. Mana realni. 200 dollar nere berga shu qo'y arzimaydimi akalar? Aloqachiga soni ham 7 dona. Birinchilardan ustiga tiqib oling akalar. 4 donasi qo'chqor, 3 dona sog'liq. O'zidan ko'paytiraman degan aka-ukalarimizga bitta otangga rahmat, bitta like tugmasini bosib qo'ying akalar. Bu 3-partiya. Biz 4-partiyalarga chiqamiz. Adli obunachilar toza qonli, Arashan, Parodali, Qirg'iziston, Bishkekda nasldor go'sht yo'nalishiga to'yboq qo'chqarda olaman degan aka-ukalarimizga 6 dona, mashallah, men dumbasini qarang. Akalar o'zi 15-20 kilo yog'i ham bor ekan. Hammasi o'tida chiroyli. 6 dona ya soni bulardi. Soni 6 ta jo'ra. Bular tish buzganmi? Oldi tishi buzgan. Mana uzunligini. Qo'zi bu hali oshna bu. Hali qo'zi shu. Qo'zi. Mana hurmatli obunachilar, sifatiga, zot yo'nalishiga ham tavsiya qilinadi. Kalla garbonuslar o'ta ham chiroyli. Hammasi tasmalari ham yarashib turibdi. Ammo bularning yuki ham bordir, oshna. Necha kilo bor? Hayronman, 98-100 atrofiga chiqib qoladi. 100 kilo chiqib qoladi, chunki buni akalar belini ko'ring. Hammasi bo'ylar nechiga beramiz suyagini? Bo'ylari 98 gacha bor. 95 dan 98 gacha. 90 ga bering bo'laveradimi? 90 ga sizga ketdi 90 ga. Ketdi hurmatli obunachilar. Ammo kichkina qo'chqar emas. To'yga ham, zot yo'nalishiga ham, quru yo'nalishiga ham akalar biz sog'lig'im bor, chiroyli qo'chqar olaman degan aka-ukalarimizga ham tavsiya qilamiz. Hurmatli obunachilar, qo'chqarning sultonlari ekan. Soni ham 6 dona. Bo'ylari 90 atrofi 90 ga olinaveradi. Yo'shoylarga oldi tish buzgan, ichida qo'zi ham bor. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqarning sultonlari ekan. Qo'shna bular qanchadan qilamiz? Do'stim, buni zot deb olib turib narxini balandlatmaymiz. Ha. Ana shu go'shini ustiga chiqib qolsa bo'ldi. Ha, bu zotga desam 1150 ming. Ya, unaqa narx yo'q do'st. Men qarang, el qancha bersa, taroziga ham qo'yib beraverasizmi? Qo'yib ham berilar taroziga. Taroziga el bergan narxda beraveradi. El bergan narxda berilaveradi. Shunga hurmatli obunachilar, mana taroziga olasizmi, oyoq bo'y olasizmi? Xohlaganingizni oling. Mana akalar, buni garbonisi uzunligini ko'ring. Aka qo'chqordi. Sensasiya akalar. 6 dona, ammo boqqanda birinchi o'rinda otasiga rahmat deb qo'ying akalar. O'ta ham chiroylardan gapsiz yo'q. Qanchadan qilamiz o'shana bularni ayting. Bular narxi o'ta yengil. O'ta yengil. Qanchadan qilasiz ayting. O'z asli narxini hech niyat yo'q edi. Lekin siz kanalingizdagilar bergan emas men uchun ham. 8,5 milliondan bir joyga olishsin baraka. Ha, 8,5 million qaydan narx aytyapti oshna, oy. Juda to'rtta oyoqda turibdi, hali bu yem tiqsa hali ko'talik. 180 kilo qilsin. Endi buni mehnatini ham qiladi-da. Xudo xolos mehnatini bir şeygacha olib kelishdi. Bundan bag'lab olib kelishsa mana. Ayting. Bitta tushun, normalni tushun. Ayting, nima u? O'zi to'xta qaqirimda aytib qo'ydim. Ha, undan qo'ya olmayman. 50-100 ming qilsangiz qo'ymayman, to'g'risini ayting. 8 milliondan bor ekan. Bo'ldi, men telefonga heriga ham shu berasiz. Heriga ham o'tib beraman bu 8 million. Ammo donalabga ham savdosini qilib berasiz. Donalabga telefon qilsam, menga telefon qilsa bo'ldi, bitadi ish. O'rnali obunachilar 8 milliondan bir joyga olsangiz xayr sunnatiga tushib beriladi. Qo'chqor toza qonli akalar, limuzonlarda. Buni jonivorni belini ko'ring, akalar 100 kilo neri berib bo'lsa, aka taroziga har tomonga o'ynayveraman deb ishonganida yemini yeb turgan aka. Hozir ham 1 kilo yemini yengil bir mahaliga 2 mahal bo'lsa 2 kilo yemini ko'taraveradigan qo'chqor. Mana siz kutgan 150 kilo, 180 kilo gacha boqaman deb niyat qilib zo'rida olaman degan aka-ukalarimiz 6 dona. Akalar oshni damlab pishirib qo'yibdi akalar. Realni aytyapman, aloqa chiqing 6 dona. Donalarga ham inshaalloh savdosi va narxi ham juda chiroyli chiqdi akalar. Juda chiroyli. Kanaldan uzoqlashmang. Bitta like tugmasini bosib, obuna tugmasini bosib eslatishmas ekan. Buni holatini ko'ryapsizmi? Ammo badani ham zo'r ekan. Ammo chakanamasdan hurmatli obunachilar, kanaldan uzoqlashmang. Bitta like tugmasini bosib, zaminingizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.